Amorim, Kazemiro shunchaki top darajadagi futbolchi. Miu bosh murabbiyi jamoa yarim himoyachisi haqida fikr bildirdi. Manchester United bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa yarim himoyachisi Kazemironing professionalligini yuqori baholadi. Agar hamma Kazemiro kabi ishlaganida edi. Bu avvalo konsentratsiya haqida. Nega bu futbolchi 5 marta Chempionlar Ligasini yutganini tushunish qiyin emas. Uning qilayotgan ishlariga e'tibor qaratsangiz, shartnomasi bor yoki yo'qligidan qat'i nazar, u shunchaki top darajadagi futbolchi, deydi Amorim. Joriy mavsumda braziliyalik yarim himoyachi Miu safida barcha musobaqalarda 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va 1 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Kazemironing ingliz klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2026-yil yozigacha mo'ljallangan. Transfermarkt portali ma'lumotlariga ko'ra, futbolchining bozor qiymati 8 million yevroni tashkil etadi.